Siz Samsungning bu kabi smartfoni borligini aniq bilmagansiz. Samsung X-Cover seriyasi. Bu telefonlar shunchaki bardoshli emas, ular harbiy standartli testlardan o'tadi. Qo'shimchasiga yerga tashlasangiz hech narsa qilmaydi. Suvda ham ishlayveradi. Changdan, issiqdan hamda sovuqdan butunlay himoya qilingan, xuddi tankga o'xshab. Eng qizig'i, ushbu smartfonlarning ba'zi birlarida batareyani xuddi eski telefonlar kabi o'zingiz almashtirsangiz ham bo'ladi. Smartfon 2025-yilda ham ishlab chiqarilgan. Zaryad tugasa qopqog'ini ochib, yangi batareykani solib davom ettirish mumkin bo'lgan yagona smartfonlardan biri hisoblanadi. X-Cover smartfonlarida xuddi iPhone'ning Action buttoniga o'xshab turib, maxsus knopkasi bor. Ushbu knopkada Action button nima funksiyani qila olsa, bunda ham xuddi shu vazifalarni bajarsangiz bo'ladi. Qo'shimchasiga kamera flagman darajasida emas, lekin bu telefon kameraga moslashtirilmagan, u tirik qolishga moslashtirilgan. Smartfon qaysi soha vakillari uchun mos keladi? Qurilish sohasida ishlaydiganlar, fabrikada ishlaydiganlar, yetkazib berish, ya'ni dastavkada ishlaydiganlar uchun smartfon ayni mos keladi. Yana bir qiziqarli fakt, odatda smartfonlar suvdan va changdan IP60 sertifikati bilan himoyalanadi, lekin ushbu smartfon harbiy hisoblangan 810H bilan himoyalangan. Oddiy smartfonlar o'tmaydigan testlardan ham o'tadi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, kimga juda ham chidamli va ishonchli kompaniyadan, ishonchli brenddan smartfon kerak bo'ladigan bo'lsa, Samsung X-Cover aynan mos keladi.